Farruh Abdullayev kanali obunachilari hamda O'zbekiston Respublikasi tegishli mas'ullari bugun men efir qilishimga bir narsa majbur qildi. Sababi xabaringlar bor. Bundan 5 oy oldin, ya'ni o'sha jinoyat ishi doirasida shaxsan meni gumonlanuvchi sifatida tergovga jalb qilinib, tergov surishtiruv jarayonlari olib borilgan va uyimdan turli xil o'sha shaxsiy mulklarimni olib ketishib, muhrlab olingandi. Aynan shu holat bo'yicha Farg'ona shahar Ichki ishlar tergov bo'linmasi tomonidan tergovga qadar surishtiruvlar olib borilib, ya'ni meni aybim yo'qligi sababli, yetarli dalillar yo'qligi sababli 2 oy bo'ldi. Aynan mana shu jinoyat doirasida gumonlanuvchi sifatida jalb qilingandim. Tugatildi. Ya'ni 83-moddasiga asoslanib tugatilgan. Lekin ana 2 oy bo'lgan bo'lsa-da, meni uyimdan olib ketilgan shaxsiy o'sha meni ayolimning telefonlari va farzandlarimning planshetlari, uydagi to'yda disklari va shunga o'xshash mulklarimni qaytarib berilmaganligi yuzasidan o'sha tegishli, ya'ni murojaat qilish huquqimdan foydalangan holda tegishli organlarga, ya'ni prokuratura, ichki ishlar boshqarmasiga va o'sha prezident virtual qabulxonasi administratsiyalariga murojaatlar yo'llaganim qandaydir javob yo'q. Ya'ni meni mulkim qayerda va qachon beriladi va bu protsessda yakuniy va o'sha muddatlari bormi degan savollarimga bir javob yo'qligi sababli hanuzgacha murojaat qilib kelmoqdaman. Ya'ni o'sha murojaat huquqimdan foydalangan holda. Bugun ko'rib turganlaringdek Farg'ona shaharda mana jinoyat sudida bo'lib turibmiz. Ya'ni xabaringlar Elyorbek Tojiboyevda sudi bo'lib o'tmoqda. Aynan mana shu sudda erkin tinglovchi sifatida kelib, qatnash sifatida kelgandim. Aynan shu yerda o'sha mana 5 oy oldin tergov qilgan Farg'ona shahar IIB tergovchisi Jamoliddin aka kelib qoldi va u Jamoliddin akadan so'radim. Aka, meni buyumlarim qayerda va qachon beriladi degan savollarimga juda qo'pol tarzda o'zi shu sizni arizalaringiz bo'yicha ish faqat mana shu sizni arizalaringizga javob berish bilan o'tyapti meni kunim deb juda qo'pol tarzda javob bergandi. Men aytdim, aka, endi qonuniy tartibi bor, menimcha muddati bor, muddati o'tib ketmadimi? Meni buyumlarim qachon beriladi? Qayerda axir? Aka, ariza qilaman-da, o'sha tegishli bo'yicha javob ololmaganimdan keyin, mulklarimni ololmaganimdan keyin, qayerdaligini bilolmaganimdan keyin desam, fuqarolarning oldida sizga jinoyat ishi qo'zg'atdim deb menga bosim o'tkazib va mana shu fuqarolarning oldida sha'nim, qadr-qimmatimni kamsitishi bu juda ham meni ta'jubga soldi. To'g'risi mana bu ijtimoiy tarmoqlarda hammalaring ko'rib boryapsizlar. Farg'onadagi dahshatli holatlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalyapti. To'g'risi men ham qo'rqib boryapman. Nimaga, qachongacha Farg'onada bunaqangi holatlar davom etadi? Qachongacha aynan ayrim bir ichki ishlar tomonidan fuqarolarga bunaqangi bosimlar, zo'ravonliklar qachongacha davom etadi? Buni tegishli o'sha respublika miqyosidagi mas'ullar chekib qo'yishadi degan umiddaman va aynan mana shu murojaatim yuzasidan meni 5 oy oldin uyimdan olib chiqib ketilgan shaxsiy mulklarim qayerda va qachon qaytarib beriladi va bu muddat o'zi qancha? Bu muddat agar haqiqatda muddatlari buzilgan bo'lsa, meni huquqlarim, konstitutsiyaviy huquqlarim buzilgan bo'lsa, buzgan o'sha xodimlarga nisbatan qonuniy chora ko'rishlarini va bugungi holat yuzasidan xizmat tekshiruv olib borilishini qonunan va rasmiy ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qoldiraman. Azizlar, bizni kuzatishni davom etinglar. Hozir Elyorbek Tojiboyev sudi boshlanadi. Shu sudga kirib qatnashib, erkin tinglovchi sifatida qatnashish uchun kelganman. Shu sababdan kirib ketyapman. Sud boshlanib qoldi. Bizni kuzatishni davom etinglar. Azizlar, imkon boricha tarqatib va mana shu ommaviy axborot vositalari vakillaridan ham iltimos qilib qolardim. Aynan mana shu videolarimni kengroq tarqatinglar.
bugungi kundagi mana bundan mana shunaqangi holatlar juda ham odamlarning norozi kayfiyatini uyg'otish va yashashga xalaqit qilayotganligi, bosim ostida yashayotgandek tuyulayotganligi juda ham holatlar ko'payib bormoqda. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi general-mayor Azizbek Ikramov, sizdan iltimos qilaman, ana shunaqangi xodimlarni bir qonunan tartibga chaqirib qo'yishingizni va fuqarolar bilan bunaqangi muomala, bosim o'tkazishlarini va o'sha tergov jarayonlari-yu umuman qonuniy protsessual harakatlarni qonun doirasida olib borilishini va fuqarolarning erkinligi, konstitutsiyaviy huquqlari buzilmasligini oldini olishingizni iltimos qilib so'rab qolaman. Kuzatishni davom etinglar.